أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtash ve alqışlar alemlerinin Rabbi igimiz Allah'a olsun. Bütün yaxşı aqibet ve muvaffaqiyatlar bu şerlerge olsun. Salat ve selam, qollash ve destekler, aman esenlikler bu Allah'ın elçisi, bizning rahberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun ailesiga ve sahabelerine ve onun yolundan mangan yoldaşlarına olsun. Amin. Assalamu alaikum qadirlik Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz Tövbe suresinin 111. oyatidan bo'ladi. Allah Teala bu ayette shunday deydi: Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe eşterâ minel mu'minîne enfusahum ve emvâlehum bi enne lehumul cenneh. Yuqatilûne fî sebîlillah feyeqtulûne ve yuqtalûn. Va'den aleyhi hakkan fit-Tevrâti vel-İncili vel-Kur'an. Ve men awfâ bi'ahdihi minallâh festabşirû bi bey'ikumul-lezî bâya'tum bih ve zâlike huvel fawzul azîm. Sadakallâhul azîm. Bu hayattaki hakikat şudur ki Allah müminlerden ularning canlarını ve mallarını setip aldı. Ularga cennet beriş arkalı. Allah müminlerge cennetni berdi. Müminler Allah'a canlarını ve mallarını berdi. Şunday qilib Allah bir müminler bilen büyük bir soda kıldı. Yani bu anlaşma kütüp oldu. İştara degan ötken zaman beri Allah bu işini qilib oldu. Bu sodani qachon qildi? Qayerda qildi? Nima uchun qildi? Buni keyingi suhbatlar qilishimiz, chunki bu suhbatga sig'maydi bu mazmunlar. Bugun faqatlam Allohning bu bizga bergan eng büyük uchur. İnsaniyet uchun eng cho'ng bishorat, eng büyük müjdeni, Allah'ın müjdesini söylüşümüz, sohbetimizin temisi bu buludu. Yani Allah müminler bilen bir soda kıldı. Bu soda kilişim bilen. Allah bir narsaga va'da qildi, müminlere bir narsaga va'da qildi, kilişim bilen bo'ldi. Allah müminlerge dedi ki, "Mavt sizlarning bo'ladi. Bu cennette ebedi yaşaysizlar. Ebedi baxtli bo'lasizlar. Huzur ichida, halovat ichida, baxt ichida yaşaysizlar. Ama bunun bedeliga bu cennetke sizlarning layoqatinglar bormi, yo'qmi, buni isbotlash uchun sizlardan men jininglarni ve melinglarni talab qilaman. Sizlar mening yo'limda meni rozi qilish uchun ve mushu cennetni qazanish uchun mening yo'limda jininglarni ve melinglarni xejlaysizlar. Bizning kelishimimiz mushundoq bo'ladi dedi. Kelishimning mazmuni texmi açqa vaqtimizda yuqatiluna fi sabilillah. Bu müminler dunyoga kelgandan keyin Allah yo'lida qital qiladi. Qital degan qatl yiltizidan o'ltirishidi degan gap. Düşmanlar bular hujum qiladi, o'ltirdi, bular düşmanni o'ltirdi, düşmanga buzak bo'lmay, bu düşmanga teslim bo'lmay Allah yo'lida Allah'ın kelimesini, i'lai kelimetullah için, Allah'ın sözünü söz qilish uchun Allah'ın düşmanları bilan urushidi deydi. İ'lai kelimetullah degan nima? Allah'ın sözünü üstün qilish degan gap. Bu nima degan gap? Allah bu kainatni yarattı. Bütün mahlukatni yarattı. Yo'qdan bar qildi. Bütün kainat, bütün mahlukat Allah'ın mülkü. Allah'ın mülkü bo'lgandan keyin Allah xalqini qila oladi.
Özünün mülkü bolgandykan öz mülkü. Şunun üçün Allah bizni qayıl qilish uchun bu dunyoni yaratdi. Bu dunyoni bir imtihon maydoni qilib tayyorladi. Bu dunyoga bizni ekilib dediki, ey bandalarim, sizlarga shunday bir kelishim hosil qildik. Sizlar bu dunyoda mening dushmanlarim bilan urushsizlar. Chunki men bu dunyoning mening qonunlarim bilan, mening xohishim bilan kontrol qilinishini xohlayman. Sizlar mening nomimdan bu dunyoni mening qonunlarim bilan kontrol qilasizlar. Bu vazifa sizlarning. Sizlar bu vazifani qilish jarayonida mening dushmanlarim bilan urushsizlar. Bu urush jarayonida qital, ular sizlarni o'ltirdi, sizlar ularni o'ldirsizlar. Fayaqtuluna va yuqtalun. Öldürüldü ve öldürüldü. Bu dünyadaki imtihanda öldürüş mü var, öldürülüş mü var? Bu şunday bir iş. Dep insaniyetke bu talabni qo'ydi. İnsaniyetning Allohning rizosiga ehtiyoji bo'lg'achqa, jannatga ehtiyoji bo'lg'achqa, uni ma'qul dedi. Bu shunday bir kelishim hosil bo'ldi Alloh bilan mu'minlar orasida. Ya'ni mu'minlar bu dunyoda qital qiladi, dushmanga qarshi turdi. Masalan, Sharqiy Turkiston xalqi desak, Sharqiy Turkiston mu'minlari Allohning dushmaniga qarshi. Sharqiy Turkistondagi Allohning dushmani kim? Xitoy tajovuzchilari. Sharqiy Turkiston xalqi Allohga vakolatan Sharqiy Turkiston xalqi sifatida Xitoy tajovuzchilariga qarshi urush qiladi. Vatanini qo'g'daydi, din diyonatini qo'g'daydi, inson huquqlarini qo'g'daydi. Chunki Sharqiy Turkiston xalqi musulmon bo'lg'achqa musulmoncha yashashni xohlaydi. Mu'min bo'lg'achqa mu'mincha yashashni xohlaydi. Undaq bo'lgandan keyin tajovuzcha qarshi turishimiz bo'lmaydi. Bu yo'lda qital qiladi, o'ldi, o'ltiriladi. Mushundaq bo'lganda andan keyin Alloh ularga jannat beradi. Bu shahidlarga jannat berish masalasi va'dan alayhi. Allah'ın üstündeki bir va'da bu. Allah birimen dedi, biridu. Allah va'dini qilib qo'yib bermizchi, Allah'ın sha'niga yarashmaydi. Çünkü Allah'ın ismi Es-Sadiq. Sadiq deydigan bir ism bor. Bu sha'niga yarashmaydi. Shuning uchun Allah so'z bergandan keyin so'zda turdi. Bu shahidlarga jannat beraman, mu'minlarga jannat beraman degan so'z Allah'ın üstündeki bir so'z. Haqqan fit Tevrati vel İncili vel Kur'an. Bu şundaq bir haq söz ki, haq va'da ki, bu Tevrat'ta mı yazıqlıq, İncil'de mi yazıqlıq, Kur'an'da mı yazıqlıq? Her üçlüsü semavi ilahi kitap. Hazır Kur'an'ın orijinali qo'limizda bor. Ama Tevrat bilan İncil'nin orijinalini tapqilib bo'lmaydi. Shuning uchun Kur'an keyin ularga musaddiq ve muhaymin sifatida. Ya'ni uni Tevrat ve İncil'ni insonlar buzib o'tgachga, o'zgartirib o'tgachga Allah musaddiq degan Kur'an ularni tasdiqlaydi. Ma'u to'g'ri, ma'u xato deb Kur'an arif turadi ve muhaymin ve Kur'an kontrol qiladi. Bundan keyingi o'zgarishga Kur'an mudoxala qiladi. Bunda qilmaysizlar deb Kur'anning Tevrat, İncilga nazorat qilish haqqi bor. Mush uchta samaviy kitobda ash orijinal shaklida mush yozig'liq shahidlarga jannat beradiganligi. Ve men awfa bi ahdihi minalloh. Allohdanmi va'dasida ching turadigan, Allohdanmi va'dasiga sodiq vafodar kim bor ki? Kim bor? deb so'radi. Allohdanmi va'dasiga vafo qiladigan kim bor? Hech kim yo'q. Chunki vafo qilmaslikning sababi bo'ladi qarindoshlar. Biri şu vafo qilay desa o'zi zarar ko'radiganligi uchun vafo qilmaydi insonlar, manfaatini vafo qilmaydi. Allohning jannat berganga hech qanday zarar bo'lmaydi-ki. Allah o cennetni o'zining qudrati bilan yaratdi, kuchi bilan yaratdi. Uning uchun u jannatdan million parcha yaratib o'tganga Allohga hech qanday bir zarar bo'lib ketmaydi. Shuning uchun Allohning vafo qilmaslikka boshqa bir sababi yo'q. Yoki vafo qilmaslikning bir sababi ojiz bo'lganligi uchun. Vafo qilay desa qilolmay qoladi, qo'lidan kelmaydi.
Bunma Allah'a yaraşmaydı. Çünkü Allah'ın kadir, kadir, muqtadir degan 3 tane sıfatı var. Kudret köküdün, kudret yıldızından çıkan 3 tane sıfatı var. Şu kudretke dair, kadir, muqtadir, kadir. Yani Allah'a nisbeten bir narsaga kuch yetmaslik, qilolmay qilish deydigan narsa mumkin emas. Unda bo'lgandikin Allah bundaq va'daga nima ish qilib qilmasa. Yoki bo'lmasa bilmay qilishdan, unutib qilishdan vafo qilmay qoladi. Bu Allohga unutib qilishmi yo'q? Va ma kana robbuka nasiya. Sening Rabbing hech qachon unutib qolmaydi. Ojizlikmi yo'q? Yana nima sabab bor? Vaz kechish. Qiziq tuyulmay vaz kechdim deb. U vaz kechish so'zga va'da qilmaslik abiya deb bo'ldik-ku, Allohning sha'niga yarashmaydi deb. U vaz kechish hikmatsiz ish qiladigan, kallasi buzuq narsalardir bo'ladi. Allah her qachon hakim, hukm vergandimi hikmet bilan ish qiladigan. Her qanday ishni hikmet bilan qiladigan zot bu ishdan vaz kechmaydi. Shuning uchun bu nuqtada Allah'ning va'dasiga vafo qilmaslik nuqtasida hech qanday shak va shubha bo'lmasin, Allah va'dasiga vafo qiladi. Allah cennet bermen degan bo'lsa cennet beradi. Fastabshiru bi bay'ikum allazi bay'atum bih. Ey mu'minlar, ey Sharqiy Turkiston mu'minlari, Allah bilan qilishgan bu savdolarga muborak bo'lsin. Müjdeler bo'lsin, bisharatlar bo'lsin. Nima degan muborak bir savdo qildingiz sizlar. Bu savdoni qilish orqali siz nima qozondinglar? Xitoyga qarshi urush qilish jarayonida ba'zilaringlar oldinglar, Allah'ning jannatini qozondinglar. Ba'zilaringlar g'ozi bo'ldinglar, hem Allah'ning jannatini qozondinglar, hem vataninglarni qozondinglar. Vataninglarning mustaqilligini asliga keltirish uchun o'zingizning haq-huquqlaringizni qozondinglar. İnsanlık haq-huquqlarini qozondinglar. Sharafinglarni, izzatinglarni qozondinglar. Bu vatan degan narsa sizlarning bütün moddiy va ma'naviy muqaddasotlaringizni, bütün qimmatlaringizni qo'g'dab turadigan bir narsa. Buni qozondinglar. Ya'ni sizlar bu savdo orqali bu dunyoda mi qozondinglar? Ahiretde mi kazandыңlar? Ahiretni mi kazandыңlar? Ve Allah'ını mı kazandыңlar? Allah'ın kolunu mu tuttunlar? Sizledek bəxtlik insan var mı? Ey müminler! Ey Şarkı Türkistan müminleri! Ve zalike huvel fawzul azim. Mana muşu sodaga amel qilib, muşu boyunca soda qilib natija qozonish nima degan büyük bir muvaffaqiyat. İnsan bu dunyoga kelib mana muvaffaqiyat desa, mana muvaffaqiyat deymiz. İnsanlarning bu dunyoga kelib milyon dollar qozonishi, milyard dollar qozonishi muvaffaqiyat emas. Chunki inson o'lgandan keyin u inson bir sentni oxiratga transfer qilolmaydi, yo'tkab ketolmaydi. Mushu dunyoda ham qoladi. Ma davlat oldida bir iqtisodiy problem chiqargan odam davlatning iqtisodiy bo'limlaridan kelib tekshirgan bütün iqtisod to'ng'it pullaridan tortib hammasi to'ng'itiladi. Ash tekshirish tugab yoki gunohkor emasligi, xiyonat qilgan yoki xiyonat qilmaganligi aniqlanadigan vaqtgacha bütün mol mulkini to'ng'itadigan. Shunga o'xshagan jon hulqumga kelib, Azrail alayhisalom ko'zimizga ko'ringandan keyin bu dunyodagi bütün iqtisodimiz to'ng'itib ketdi. Oxiratga o'tib olmaymiz. İza jaa ahadakumul mautu feyaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Sizlarning biringlarga o'lim kelganda shundoq yalverdi. Nim bo'ladi? Bir kichikini tutib sangli bo'lmamdi. Fa saddaqa ma qulamdagi molni bir sadaqa berib olsam, burmush mol mulkim bor, ma dunyoda aran topgan umrimni sarf qilib topgan mol mulkim bor, buni sadaqa qilib oxiratga yo'tkib olay. Nim bo'ladi kichikini tutib turinglar deb yalverdi. Va akum minas salihin. Men salihlardan bulup alay. Hazır malını tapıman deb fasıqlaşıp ketdim men salihlar. Men buni Allah rızası için berip taqtib bir salih bolulay, kichikini tutturinglar deb aşı yaxshi niyetini izhar qilsimi, bet izin berilmaydi. Fala yuakhirallohu nafsan idza jaa ajaluha. İnsanning ajali kelgandan keyin Allah uni hergiz
bir sekund bolsunmu kechiktirmaydi. Ecel qachon bo'lgan bo'lsa shu chog'da keladi. Bu dunyodan ikkilanmaydi deydi Alloh. Uning uchun bu dunyodagi muvaffaqiyatlar, yo'g'on pul tepish, yo'g'on universitetlarni qazanib, undaq doktorlab ketish, bundaq ulab ketish, bo'lab ketish emas. Mush Alloh bilan aramizdagi shu kelishimga amal qilib, Allohni rozi qilib, ya shahid bo'lish, ya g'ozi bo'lish. Vatanning mustaqilligini asliga keltirib, hem dünyayimizni, hem ahiretimizni, hem Allah'ın ahmin olan kazanış, bana bu en büyük muvaffakiyet değil arkadaşlar. Allah bu adamda yoğun bir soğudunun gepini kıldı arkadaşlar. O soğudu biz bilen kıldı o. Ey Şarkı Türkistan halkı, Allah bilen bizden bu soğudumuz. Biz okuvatkan bu ayet, muş Kur'an'da, 1900 yılını yakıba. Tevrat'ta mı var, İncil'de mi var, ayet var. Biz 1000 yıldan artırarak Müslüman bulup yaşavatkan bolsak, muş Kur'an her günü uyumuzda var, muş ayet her gün şu Kur'an'ın içinde var. Ama biz Müslüman bir halk buluş süptümüz bilen, muş ayetki amel kılmayı, cihat ibadetini, kıtal ibadetini, mücahide ibadetini hayatımızdan çıkarıp etkenliğimiz için. Allah bilen kılgan kelişimimizge, kılavlık kılganlığımız için, vədimizge vafa qılmağanlığımız için qarindaşlar, hazırki günge kaldık. Hazırki günde bir irqi qırgınçılık aslında yaşayotganımız bir ameliyat ko. Hazır dünya tarixida hech qanday bir millatning beshiga kelmagan bir eg'ir oqibatning beshimizga kelayotganligi rost ku. Nima uchun keldi beshimizga? Biz va'dimizga vafo qilmaganligimiz uchun Alloh bizni tashlab etib qoldi. Shuning uchun oyat mishadi bo'lsa-mu, bizga ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Masalan, hozir oyat o'qilyapti mana. Yo'g'on bir ta'sir qilib ketmaydi bizning xalqqa. Endi bu oyatni ta'sirlik bo'lish uchun qarindoshlar, bir senaryo tuzib qo'yaylik. Eski bir senaryo. Mesela özümüzde Şarkı Türkistan halkı hazır biz Müslüman. Biz Müslüman bo'lmagan bir millet olab senaryo tuzib qo'yaylik. Ay şu qari kafirlar var-ku, ahiret yok deb ahiretga ishonmaydigan, Allohga ishonmaydigan inson bu dunyoda yashaydi, yashagandan keyin o'ladi, o'lgandan keyin tuproqqa aylanadi, tugaydi. Hayot mushudan yodlam tugaydi. Ahiret deydigan narsa hammasi yolg'on deydigan qari kafir milletler bo'ladi-ku. Aşındaq millet olab o'zimizni tasavvur qilib qo'yaylik. Bizga islomiyat kelmagan bo'lsin. Ammo ro'yxatimizda davomli hayot degan ajab bir tatliq narsa ekan. Hayot qasam bo'libdi. Bu o'ldigan ish ajab yomon ish ekan, o'lim yomon ish ekan deb davomli yaxshi yashash uchun halol harom demay pul topamiz-ku. Mana kishini haqiqatda meni falonning haqiqati demay, shu kafir zihniyat bilan pul topib mening menfaatim, milletimning menfaati, davlatimning menfaati deb adolatga, axloqqa rioya qilmaymish, iqtisod qilam yuklanadigan insonlar bo'ladi-ku, oxirat tushunchasi bo'lmagan. Ashundaq millat ulab tasavvur qilib qo'yaylik. Shu millatlarning ichidan ko'ryapmiz. Nurg'un millionlar, milliarderlar. Hozirgi doktorlarning aldab berishi bilan hozirgi texnika yetmaydi o'limni to'xtatishga. Yoki o'lganlarni tirildirishga texnikamiz yetmaydi. Bundan keyingi 20 yilda, balki bundan keyingi 50 yilda biz o'limni to'xtata olamiz yoki o'lmaydigan dori yasab chiqara olamiz. Shu chaqda hamda hozir o'zini to'ngiltib yetishni, hayot holatida to'ngiltib yetishni xohlaganlar bizga mancha million pulni bersa, chunki buni nurg'un yil bo'lgandan keyin uni avvalda saqlamasak bo'lmaydi, pul ketadi. Iqtisodingni bersanglar biz sizlarni to'ngiltib qo'yamiz desa, nurg'un millionlarlar, milliarderlar kasal bo'lib qolib, rak kasallari va boshqa kesib saqaymaydigan, hozirgi zamonda saqaymaydigan kasallar bor. Shu doktorlarning gapiga aldinib o'zini to'ngiltayotgan nurg'un odamlar bor. Bizni shu o'limning oldini to'sib oladigan dori chiqqan vaqtida yoki o'liklarni tirildiradigan texnika kelishgan vaqtida taraqqiy qilgan chog'da, shu chog'da bizni tirildirib qo'ydi deb
bütün iqtisodini beradi. Shu yerda to'nglab ketishga, ashada o'lishga rozi bo'ladi. Nima uchun qiladi bu shuni? Hayotning tatliligidan qiladi. Ölmeslikninki çaresi üçün qiladi. Ölümning naqadar og'ir bir musibat ekanligini bilganligi uchun qiladi. Endi tasodifiy kunlarning birida Amerikada Palani universiteti yoki Yevropada Pustani universitetining tadqiqotchilari mandaq bir texnik kelishtirib, to'ng'itib o'tgan insonlarni hozir tirildiradigan texnik chiqibdi desa. Rast degandek birsini mana tirildi deb o'ttirg'i chiqarsa, to'ng'itilib ketgan odamdan birini. Anadın o kopap ko'zini ochib, rasman shu to'ng'liq jarayonida mushunda ish bor ekan. Bu jarayonda yana bir olamni ko'rdim, yana bir olam bor ekan. Bu dunyo tugab ketmaydi ekan. O'lgandan keyin yana bir olam bor ekan. Bu yerda shu dunyoning hisobi bo'ladi ekan. Alloh degan bir kishi bor. Bu hamma odamdan hisob so'raydi ekan. Shu dunyoda yaxshi ish qilganlarni jannat deydigan bir yer bor ekan, bir davlat. Bek isil davlatken ebedi ölmeydiken şu yerda qo'ydi ekan. Eskilarni cehennem deydigan bir davlat var ekan. Hech nima yapıp ara jangal butunlay o't ketiglik istutak bütün o'tning ichida u yerga tashlab etgan. Shuning uchun men hozir tirilib keldim hozirgi texnika bilan. Men guvohki bu dunyo buning bilan tugab ketmaydi ekan. Shuning uchun yaxshilik qilsanglar yoki shu jenolni bersanglar, bütün pulingni bersanglar, shu menga o'xshash bir qatim shunday muzlab, tirilib chiqib, jannatga tushar ekansizlar desa. Shunaqadan bir 8-10 milliarder pullarni berib pul olgan ekan. Andan keyin millionerlarga kelsa, millionerlar pulni bersa, andan keyin millioner olmagan bizga o'xshash odamlar xasaq o'tirdi, kashki bizning pulimiz bo'lgan bo'lsa, shu pulni berib, bizim shu abadiy hayotga erishib olgan bo'lsaqdi deb arzu qilayotgan vaqtimizda shu doktorlar chiqib, "Bo'pti, sizning pulinglar yo'q ekan. Pulingizda nima bo'lsa hammasini beringlar, butun mol-mulkingni beringlar. Biz sizni operatsiya qilib hozir ruhsizlantiramiz. 20 yil o'sha muzning tagida sizni kishini qilgandek to'ng'itamiz. 20 yil to'ng'latgandan keyin yoki 50 yil to'ng'latgandan keyin sizni ko'rib kelasizlar. Anandan keyin uni ko'rib kelgandan keyin isbotlangandan keyin oxirat deydigan hayot. Anandan keyin bu dunyoda yaxshi ish qilib olsanglar bo'ladi. Allohni rozi qila olasizlar, jannat qazana olasizlar" desa. Bu dunyoda shu dunyodan boshqa hayot yo'q degan ideologiya bilan cho'ng'igan bizga bu yo'g'on xabar hisoblanamdi. Büyük bir kashfiyot bo'ladi. Asha kafir zihniyatdagi inson uchun oxiratning borligi bek büyük bir kashfiyot bo'ladi. Bu insonlar falan universitetdagi professor, falan yerdagi buchi degan odamdagi ishindigan bo'lg'achqa, o'zining shu sohaga kiralash uchun to'ng'itilish, andan keyin oxiratni ko'rash, andan keyin qaytib kelib bu dunyoda yaxshi amal qilish sharafiga ega bo'lish uchun bütün mal-mulkini beradi, o'zini o'ltirilib, 20 yil, 40 yil ashada to'ng'itilishga rozi bo'ladi qarindoshlar. Hayot shunday bir tatliq narsa. Hech kimning o'lgisi kelmaydi. Shunda bo'lg'achqa qarindoshlar, bu senaryo bilan endi bizning ahvolimizni solishtirgan vaqtimizda bizga ma'lum xabarni bergan zot shu olamlarni yaratgan Allohning Rabbi berdi bu xabarni. Olamlarning egisi berdi. Bizning yaratquchimiz, bizni yo'qdan bor qilgan bizning egimiz beryapti bu xabarni. Oxirat bor. Bu dunyoda hayot tugamaydi. Bu dunyoda meni rozi qilish uchun shunday kurash qilsanglar, dushmanlaringlar bilan, buningga men rozi bo'laman. Dargohimga kelganda jannatga qo'yaman, men sizlardan rozi bo'laman degan bu xush xabarni Alloh beryapti. Qarindoshlar, shuning uchun biz Alloh bilan shunday bir kelishim tuzib bu dunyoga keldik. Bu kelishimni qachon tuzdik, nada tuzdik va nima uchun tuzdik? Buni keyingi suhbatlarda bo'ladi. Hozir vaqt xalbijaga berib qopti. Keyingi suhbatda ko'rishamiz. Alloh bizlarni Allohning rizosini qozonganlardan,
Allah bilan bo'lgan kelishimga amal qilganlardan, amal qilib mo'minlik salohiyatini qozonganlardan, mo'minlik salohiyati bilan amal qilib shahidlik maqomiga erishganlardan yoki g'ozilik maqomiga erishganlardan. Natijada o'zining vatanini mustaqil qilib, mustaqilligini asliga keltirib, o'z davlatida, o'zining millati bilan, o'zining tuqqanlari bilan, o'zining oilasi bilan Allohga bo'lgan sadoqati bilan birga yashaydigan insonlardan qilamiz. Bu dunyoda yashagan muddatcha iymondan, islomiyatdan ayirmasin, o'ladigan chog'imizda iymon va tavbadan ayirmasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.